Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Barandachi o'z kanalining hurmatli obunachilari va Andijon qori jo'ja ishqibozlari YouTube ishqibozlari. Xudo xolasa mana sizlar uchun maxsus YouTube kanalimizga video olishni boshladik. Inshaalloh Andijon qori jo'jalarimizdan bir oylik bo'lib qoladi. Holatlari o'ta yaxshi, go'zal holatda, chiroyli, katta bo'lishyapti. O'xshi hozirgidek 10 mingtaga yaqin jo'jamiz bor. Tepada, pastda, kataylarning ichida, bu yoqda Adlerskiy jo'jalarda chiroyli variantlar mana holatlari juda go'zal holatda turib boradi. Andijon qori jo'jaga bu safar bu videoda Andijon qori jo'jaga urg'u beramiz. Xudo xolasa Andijon qori jo'jalarimizni sotuvga tayyor. Shu zakalarimizni zakat olib qo'yganmiz, ularni zakatlarini jo'jalarni beramiz. Bizda zakat yo'q, hali 100%, 90% to'lash yo'q. 500 ming, 400 mingdan tashlab qo'yamiz. Mingta jo'ja olmoqchisizlar. Lekin jo'ja sog'lom, xudo xolasa chiroyli holatga yetib boradi. Gambolalar o'ta branxit chumalargacha xudo xolasa o'rgatilinadi. Misol yem ratsionlarimiz ham xudo xolasa yem ratsionlarni ham chiroyli qilib, burunlar donda qanaqa o'zgarsa, xuddi tashna qilib o'zgaradigan qilib ratsion tayyorlab qo'yganmiz. Ratsionlarimiz ham xudo xolasa zo'r. Jo'jalar holatiga bitta baho berib qo'yasizlar. Kamchiligi bordir, lekin baho berish sizlardan, boqish bizdan bo'ladi. Ancha-muncha kamchiligi bo'lsa, bir qator aytib o'tib bizga yaxshini qilib qo'yadi, hurmatli o'g'illar, qaranglar. Zo'r holatda, chiroyli katta bo'lyapti. Jo'jalarimiz talashib tortishib, qum yeyishyapti xudo xolasa. Qum yeyish jarayonida, qarang. Bitta baho berib qo'yasizda, qum yeyishiga ham, sog'lik salomatligiga ham qiyu ham deganimiz yo'q. Jo'jadan orqasidan quvib ham yurganimiz yo'q. O'zlari mana tetik holatda yuyib, digir qilib, yakka bu yoqqa. Gazini bosishga xudo xolasa yashash uchun harakat qilishyapti bular akalar, bir gap bilan aytganda. Yashash uchun kurashishyapti. Qaranglar. G'amir qilib o'zini hayoti uchun, tirikchilik uchun harakat qilishyapti bular. Bizdan xuddi shunaqa tirikchiligimiz uchun, xuddi shunaqa g'amir bakar ishlar qilib sizlarga iloji boricha Andijon qori jo'jalarni sog'lom qilib yetkazib berishlik uchun harakat qilyapmiz. Jo'jalar holatiga bitta baho berib ko'rasizlar akalar. Xudo xolasa bir oylik jo'jalarimizni aralashini 35 mingdan qilib beramiz. Chiroyli holatda 2 oylik jo'jalarimizni, xudo xolasa 2 oylik jo'jalarimizni 50 ming so'mdan qilib beryapmiz. Yaxshi holatda, tuxumlarda chiroyli, sog'lom, manaqa chiqir yo'q. Andijon qori jo'jalari yetib boradi. Zakaz beraverasizlar akalar, kanaliga Muhammad Ali kanalida Barandachimizga obuna bo'lib kuzatib borsangiz, xudo xolasa manaqa jo'jalarni sog'lomini chiqarib olamiz aka. Men sizga aka yana ham bu jo'jalarni tepadan ko'rsatib beryapman. Meni bo'yim 180 bo'lsa, qo'yingki 130 larda telefonni ushlab turibman-da balandligini. Endi aka, men sizga chiroyli qilib jo'jani maqsad katta ko'rsatish bo'lsa, men jo'jani qanaqa olaman bilasizmi aka? Hamma blogerlarga o'xshab qilib olaman, ko'rasiz. Jo'jani eslab oldingizmi aka? Endi bu jo'jani qarang mana. Tagidan video qilib beraman men aka. Qanaqa kattaligini deb baho berib ko'rasiz o'zingiz. Qarang aka. Qanaqa katta holatda qarang. O'ta qanaqa tetik. Qarang. Mana qilib sizga olib bersam, u kesangiz, juda sal kichikroq bo'lib qolsa. Mana o'zingizlar kommentariyada yozib qo'yinglar, qo'ymi, mol olsanglar, qilib tagidan olib beradi aka. Keyin siz kelasiz yoki sizga jo'natadi, umuman boshqa narsa boramiz. Aka bizda ashna bo'lmasligi uchun mahalla qilib video olmaymiz-da aka mana. Biz balanddan olib beramiz, qarang. Videoda uzmasdan ko'rib turing, mana pasayman. Qanaqa jo'ja o'zgaryapti, qarang aka. Men sizga shunaqa qilib aldov yo'li bilan sotmayman-da aka. Borganda sizni ko'zingizga kattaroq bo'lsin. Hali videoga katta ko'rib olib, keyin kichkinasi borib qolsa, hali o'ylanib yurmang, Muhammad aka aldabdi-da, bu bola ham bloger bo'lib ketdi-da, aldashni boshlabdi-da deb yurishmasin deb men sizlarga doim 130, 150 larda video qilaman-da. Bo'yim 180 bo'lgani uchun sizlarga iloji boricha balandroqdan video qilish harakatini qilaman. Chunki yaxshi ko'rinsin, katta ko'rinib olib, keyin borganda kichkina ekanmi, Muhammad aka deb qolmasin deb. Jo'jalar bitta baho berib qo'yingiz aka. Qarang. Go'zallik mana shu yerda Barandachi o'zlar aka. Bahoni o'zingiz berasiz endi, harakat bizdan, samarasi sizlardan akalar. Harakat qilib yotibsiz-ku. Sekin hayot uchun, tirikchilik uchun nimaga bo'lsa ham halolidan bo'lsin deb harakat qilib yotibsiz-da. Videolarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, Barandachimizga Muhammad aka bitta like bosib, bizning kanalga obuna bo'lib, Baranda boqmoqchi bo'lgan Andijon qori jo'jalarni boqmoqchi bo'lgan akalarimizga video jo'natib ko'rasiz. Bitta joyda qarang, joydan unumli foydalanish uchun 10 mingta joylarga joy qilib qo'ydik mana. Ozgina sariq, ozgina sarmoya, zato yaxshi daromad oladi. 5 mingta qayerda, 10 mingta jo'ja qayerda akalar. Oldin beri 5 mingta olgan, endi 10 mingta olyapman akalar. Sizlar bilan kanallarning Muhammad Ali bo'lgan videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videolarda kamchilik xatolar bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Tutilib qolishimiz mumkin, boshqa bo'lishimiz mumkin. Chunki biz bloger emasmiz-da akalar. Qo'limizdan kelgancha video qilib sizlarga shu o'zimiz kanalona biznesimizni o'rgatishda taraddudimiz kutyapmiz-da akalar, qaranglar. Yaxshi holatda, chiroyli, sog'lom Andijon qori jo'jalar kerak bo'lsa, Muhammad Ali kanaliga obuna bo'lib kuzatib tursanglar,
yaxshi jo'jalarni o'zim chiqaraman aka. Qarang, xudo xolisa buyog'ida ham hozir 6 kunlik bo'lib qoldi bu jo'jalarimiz ham. Lekin 2 kundan keyin jo'jamiz katta bo'lib yotibdi. Kecha keldi mana xudo xolisa bu ikkinchi kunga o'tyapti xudo xolisa bu jo'jalarimiz. Bularimiz. To'xtash yo'q aka. Yashash uchun harakat qilish kerak, kurashish kerak. Kurashsizgina narsaga erishasiz aka. Adliyalarimiz ham sotuvda bor akalar. Bularning narxlari 100 ming so'mdan, Andijon qora jo'jalarimiz 30 ming so'mdan akalar. Faqat xo'rozi kerak deganlar uchun aldash yo'q. Faqat xo'rozi bo'lsa aka, bularni 12 ming so'mdan optim qilib beraveramiz akalar. Bitta olganga ham, 10 ta olganga ham 12 mingdan. Bosinglar gazini. Kimga zarur bo'lsa, bularimiz ham sotuvda. Faqat xo'roz faqat. 90% xo'roz chiqadi akalar. Bu tomonning inovatga o'xshayapti. Biz Andijon qora jo'jalar tuxumni bosyapti-yu akalar. Odamlar tuxum yemagan paytda shu jo'jalar eno tuxum yeyapti akalar.